Stop. Bu yerda nima bo'ldi? Kanalga qaytamiz. Birinchi raunddan keyin sherigim o'yinni tark etdi va men bu yerda 2-1 o'ynashni qaror qildim. Va ikkinchi raundni o'zimniki qildim va 3-raundga o'tamiz. Go. 3-raundimizda Blizi va menga 406 bilan Uzi aralashib tushdi. Va men buni osonlik bilan nok qildim va sherigini kutishga qaror qildim. Lekin sherik ayyorlik bilan menga granata ishlayotgandi, lekin men uning kattaligini taxminan sezganimdan keyin unga granata ochishni qaror qildim va bu qarorim to'g'rimi hozir ko'ramiz. Va granatam samarali bo'ldi. Va 3-raundni ham o'zimga chiqib oldim. 4-raundga o'tamiz. 4-raund esa menga qiyin bo'lishini bildim, chunki men sololar duo bo'lgani uchun bittasi xorak bo'lib, bittasi otishi mumkin edi, lekin ular unaqa qaror qilmadi va bittasi bagga to'g'ri Bliziga keldi va bu katta xatosiligini bilmadi va keyin sherigi full open keldi. Full open yugurib tepasida va bunga men qattiq zarbalar berib nok qildi va sherigi bu tomondan menga Blizni ochib kelyapti. Men qo'limda P90 bor. Ko'ramiz nima bo'ladi. Va bu sherigini ham easy yo'lda va 4-raund ham meniki bo'ldi. Bu raundda menga salgina omad yetishmadi. Videoni ko'ramiz. Lavashim kelyapti, lavash. Va bu yerda aniq qiyin 2 ga o'tishi, chunki men sakrisa yo'llar bilan keldim. Va ularni payton uni yonidan o'tib teshikdan kirib ketdi boshiga. Va u menga ikkinchi seriyaga ko'tarib oldi va men bu yerda 2 ga fight qilyapman. Va birinchisi nok bo'ldi. Ikkinchisi esa menga Molotov otib yubordi va bu yerda o'qim bittasi ham o'qim tegmadi va 406 da bittalik o'q qoldi bile. Uzr so'kib yubordim. Shundan raundni berib qo'ydim. Va bir raund esa menga 2-1 fight Blizida kelishdi va bularga men granata bilan fight qilishga qaror qildim va bu yerda granata otganim yaxshi bo'ldi. 30% jon ketkazdi va bunga bordim. Va shunda ikkita headshot bilan nok qildim va narga sherigini eshitdim, narga tomonda turganini va bu tomonga Molotov otib qo'ydim. Va ketdimini ko'ramiz. Men hech nima qolmagan. Men flashga otishga qaror qildim. Flashga ham samarali bo'ldim, men hozir ko'ramiz. Mazzami sizlarga mazzami? Oy. Va bular menga taktika qildi. Bittasi Dallizni, bittasi Bliziga botishmoqchi edi. Va Blizisi menga granata ochganini eshitdim va Dallisini qidirishga qaror qildim. Va Dallisini topdim desam, topdim va uni biroz nok qildim. Va pastdagi guruh meni tushganini ham eshitmadi. Qanaqa guruh bilmadim. Buni yo'ldirib yubordim. Va bu hal qiluvchi raund desam bo'ladi, chunki men 6 marta o'tgan, ular 7 marta o'tgan. Hozircha o'yinda men 100 ham teng bo'ladi. Eng qiziqi men pushka o'ynayapman bu bolaga. U kutib turibdi prosta. Bu yerga o'tganda u bundan otgan foyda yo'q. Yanada Blizniylarga borishga qaror qildim. Va videoga stop bosib, bu yerda kim raundni yutganini kommentariyaga yozib qo'yamiz va videoni davom ettiramiz. GG, bu yerda men 2 ga 1 o'ynab, deyarli teng o'ynadim. 7 ga 7 raund oldik. Va bu o'yinim yaxshimi yoki yomonmi? Kommentariyaga o'z fikringizni qoldiring va kanalimizga obuna bo'lib, like tugmasini bosib qo'ying. Hammaga rahmat. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha.